Biznesingizda sotuvlarni oshirib, kengaytirib, eksportga chiqmoqchimisiz? Bizda bu borada sizga yechim bor. Meni ismim Abdulazim, men Data 365 kompaniyasida SEO lavozimida ishlab kelaman. Hozirgacha kompaniyamiz 4 yillik ish faoliyatiga ega. Biz shu vaqtgacha 100 ga yaqin mijozlarga xizmat ko'rsatdik va ularni rozi qildik. Data 365 qanaqa kompaniya? Data 365 bu avtomatizatsiya bo'yicha shug'ullanadigan, har xil turdagi bizneslarga o'z yordamini beradigan bir biznes komanda. Biz O'zbekiston sharoitida, O'zbekiston miqyosida aytadigan bo'lsa, umumiy bizneslarning ichida sistema qo'yish, tizimlashtirish, avtomatizatsiya qilishga hozir urg'u berilyapti. Endi bu avtomatizatsiya deganda nimani tushunish kerak? O'zi nima sistema, nima o'zi avtomatizatsiya? Shu narsalarni aniq bilib olish kerak. Biz shular bo'yicha biznes egalariga, biznes jamoalariga biz yordam beramiz. Xo'p, birinchi bo'lib biz nima xizmatlarimiz bor, nimalarni o'zi taklif qila olamiz? Biz birinchi bo'lib taklif qiladigan narsamiz audit. Ya'ni biz siz bilan, kompaniyangiz bilan yaqindan tanishishimiz kerak. Siz nima bilan shug'ullanasiz, nima ishlab chiqarasiz, nima yetkazib berasiz, nima sotasiz? Mana shu narsalarni biz aniq bilib olishimiz kerak. Va siz nima xohlayapsiz? Va siz xohlayotgan narsangiz natija beradimi? Biz 5 yildan beri mana 5-yilga kirdik. 5-yilda oladigan bo'lsak, 4 yillik orqaga qarasak, biz har xil bizneslarni ko'rdik va bu bizneslar ichida xato yo'ldan ketayotganlar va to'g'ri yo'ldan ketayotganlarni ko'rdik. Va ba'zilarini o'zimiz tajribamiz asosida, ko'rgan keyslarimiz asosida, yo'q aka, bu yerda noto'g'ri ketyapsiz, keling mana shuni qilib ko'ramiz, mana shu joy to'g'ri ketyapsiz deb ularni to'g'rilagan joylarimiz ham bo'ldi. Sizni biznesingizda ham katta ehtimol bilan shunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni standartlarga tushmaydigan bizneslar. Biz shu standartlarga tushmaydigan bizneslarni o'rganib chiqamiz. Bo'lib ham SNG davlatlarda, O'zbekistonda hali bizneslarimiz standartlashmagan. Qo'pol qilib aytganda biz sistemalarda yuramiz. Ya'ni Excel'imiz bor, qog'ozimiz bor, lekin ba'zi vaqtlarda ularni o'zi noto'g'ri. Ya'ni biz nimalardan hisobot olamiz, u hisobot noto'g'ri. Biz mana shularni audit qilamiz. Auditdan keyin biz sizga qanaqa yechimlar beramiz? Birinchisi, sizda omborxona bo'lsa, biz omborxona bo'yicha yordam beramiz. Sizda yetkazib berish xizmati bo'lsa, yetkazib berish bo'yicha yoki-da xizmat ko'rsatishga oid bo'lsin, yoki-da skladga oid juda ham ko'plab bizneslarga yordam beramiz. Misol uchun, o'zimizga keltirgan keyslarni olib qarasak, mebel sohasi, ishlab chiqarishlar, suv yetkazib berish, dastavka xizmatlari, sayt bo'yicha razraботkalar, misol uchun ishlab chiqarishga oid bo'lgan, misol uchun kiyim sexlari, ularni xodimlarini boshqarish, sotuv treningga oid bo'lgan narsalar va hokazo bu 100 ta keysimiz ichida har xillari bor. Endi bu keyslarimizni har birini biz YouTube videoda aniq qilib keltirib o'tamiz. Misol uchun, Infactory bu ishni qildik. Misol uchun, yana aytaylik, Sales Doctorga bu ishni qildik, Umidjon akaga bu ishni qildik. Misol uchun shu ketma-ketlikda biz video keyslarimizni keltirib o'tamiz. Endi asosiy xizmatlarimizni alohida bo'limlarga kiritib chiqamiz. Birinchisi albatta bu CRM IP telefoniya. Ya'ni biz ishimizni CRM va IP telefoniyadan boshlaganmiz. Infactor, Sales Doctor, Thomson School shu joylardan biz CRM va IP telefoniya bo'yicha boshlaganmiz va oxirgi 2 yilda biz no code, low code ga o'tdik va hozirgi paytda bot, Telegram botlar, saytlar bo'yicha ham shug'ullanyapmiz. Endi CRM nima beradi desa, mijozlarni umumiy boshqarishga, sotuvni oshirishga, marketing bo'limi bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashga, to'g'ri hisobot olishga, bironta mijozlarni o'tkazib yubormaslikka, endi to'g'riroq aytganda, juda ham ko'plab yordamlari bor. Men qisqacha qilib aytib o'tdim. Videolarni YouTube'da joylaganmiz, yana joylab boramiz bu bo'yicha. Keyingisi, o'quv markazlari, trening markazlari uchun, misol uchun LMS tizimlari. Ya'ni nima? Learning Management System. Ya'ni onlayn bo'ladimi yoki offline bo'ladimi, shularga biz o'zimizning xizmatlarimizni taqdim etamiz. Ya'ni o'quv markazi bo'lsa, ko'pincha unga hisobotlari kerak. O'quvchi qachon kelyapti, necha kun kelyapti, necha kun dars qoldiryapti, qachon to'lov o'qiyapti, qarzdorligi qancha, mana shunga o'xshash narsalarni LMS tizimlari qilib beradi. Biz bu bo'yicha Infactorga yordam berganmiz. Undan tashqari bir nechta loyihalarimiz bor. Shularda biz bu narsani ishlab chiqqanmiz va o'zimiz noldan ham no code'da LMS tizimlarini yasaganmiz va ishga topshirganmiz. Xo'p, keyingisi qurilish sohalarida, ya'ni qurilish sohasida profit base yoki aytaylik makro har xil turdagi qurilish dasturlari bor. Qurilish dasturlari bo'yicha men bu joyda hozir keltirib o'taman. Asosan qurilish egalariga, qurilishchi
hisob kitobini boshqaruvchi odamlarga juda ham qulay va mijozlarga siz qog'ozda ko'rsatib o'tirmaysiz, elektron tarzda shunda kompyuter ochasiz va ko'rsatasiz. Ya'ni mana bu etajda mana shu narsa bor, bu etajda bu narsa bor deb ko'rsatib bera olasiz. Bu demak qurilishga oid bo'lgan alohida bo'limimiz. Endi undan tashqari Telegram botlar. Telegram bot, misol uchun Humo Air kompaniyasiga sun'iy intellekt bilan birgalikda Telegram botiga va o'zlarining saytlariga esa berganmiz. Ya'ni nima qilib beradi desa, o'zi avtomatik joylarni qarab beradi, savollaringizga o'zi sun'iy intellekt orqali javob beradi. Ya'ni unga biz cheklovlar berganmiz, o'sha cheklovlardan o'tmagan holatda u javoblarni qaytaradi. Bunga o'xshagan keyslarimiz ko'p. Chatbotlar, misol uchun Instagram, Telegram, Facebook, mana shularga chatbotlarni ishlab chiqarish bo'yicha ham biz ish olib boramiz. Endi omborxona yoki ishlab chiqarish, yetkazib berish, bular bo'yicha ham bizda no-code hozirgi paytda keyslarimiz bor. Qashqadaryo viloyatiga, Surxondaryo viloyatiga va Toshkent shahridagi bir nechta joylarga biz o'zimizning keyslarimizni taqdim etganmiz. Qo'lida misol uchun 2 ta xodimlik joylarga ham hozirgida dasturlar yasayapmiz. Endi o'zi biznesga yechimlar doim 3 xil yoki 4 xil bo'lgan. Shu haqida gaplashamiz. Biznesga yechimlarni biz auditdan keyin taklif etamiz. Ya'ni hozir men shuncha narsani aytdim. Siz qurilish bo'ling, siz ishlab chiqarish bo'ling, siz kiyim-kechak soting, lekin sizni biznesingizga qanaqadir yechim kerak. Lekin u yechimni siz bilyapsiz, lekin qanaqa qilib unga yetib borishni bilmaysiz. Biz shu auditni o'tkazganimizdan keyin sizga dunyo o'zi tan olgan auditdan keyingi yechimlarni taqdim etamiz. Birinchisi bu sizda qog'oz bor. Ikkinchi variantingiz Excel yoki Google Sheets'ga o'tish. Sizda endi uchinchisi ham bor. Ya'ni siz qog'oz Exceldan o'tdingiz, ikkinchisiga qadam qo'shadigan bo'lsa, uchinchisini hozir aytib o'taman. Ikkinchisi bu SaaS. Ya'ni obuna asosidagi servislar. Misol uchun CRM ichida Bittrex 24 bor, Amo CRM bor, N CRM bor, Alpha CRM bor. Juda ham ko'plab CRMlar bor. Endi bularning ichidan siz qaysi birini tanlashingiz kerak va o'shalarga obuna pulini to'lab arzon narxga ishlatasiz. Agarda o'zim qildiraman desangiz 40 ming, 50 ming, 80 ming dollargacha O'zbekiston sharoitida pul ketadi va uni 6 oy, 8 oygacha kutasiz. Albatta MVP qilib, no-code, low-code qilsangiz bo'ladi o'zingizni markaziy uchun, lekin SaaS qilib sotishingiz albatta qiyin. Low-code endi sal iloji bor. Uchinchisi nima desa, uchinchisi bu coding. Ya'ni kodda noldan dastur yasatishingiz, o'zingizga yasatasiz. Hozir aytdim, agar SaaS, CRM boshqa narsalarni yasatadigan bo'lsangiz, mana shuncha summa ketadi. Endi xuddi shu narsa siz noldan kodda yasataman desangiz, men aytib o'tganimdek narxli ketadi, summali ketadi, vaqtingiz ketadi, xodimni jalb qilishingiz kerak bo'ladi. Va albatta, yaxshi mutaxassislar bilan ishlasangiz, yaxshi kompaniya bilan ishlasangiz, shu vaqtda bitadi deb aytadi va o'sha vaqtda bitkazib beradi. Lekin oldi qochda gapiradigan va vaqtida bitkazib bermaydigan bo'lsa, bu narsalar ishlamaydi. Xo'p, endi bu uchinchini ichiga SaaS dan tashqari kodingga o'tdik va SAP. Buni bilamiz. 100 ming dollar atrofida boshlanadi. Kichiklari ham bor O'zbekiston sharoitida, boshqa, lekin umumiy aytganda darobotkalari bilan, uni o'qitish bilan va hokazolar bilan katta summa ketadi albatta. Bunga endi kichik, o'rta bizneslar ko'pincha to'g'risini aytganda moliyaviy tomondan risk hisoblanadi ular uchun. Chunki ular agarda hali Google Sheets ishlatmagan bo'lsa, tayyor yechimlar, misol SaaSda ishlab chiqarish bo'lsa, Moiscloud ishlatmagan bo'lsa yokida qanaqadir sotuv joyi bo'ladigan bo'lsa, Bills ishlatmagan bo'lsa, har xil programmalar ishlatmagan bo'lsa, qanaqa qilib ular SAPga o'tib ketadi? Bu juda ham qiyin. Bo'lib ham xodimlarni o'rgatish. Misol uchun, qo'lida 300 ta xodim ishlatadigan O'zbekistonning eng katta bir kompaniyani bilaman. Hozirgi 2 yilda 220 ming dollar atrofida SAPga pul ajratgan. Rossiyadan odam chaqiryapti, o'qitib beryapti, o'qiyapti, lekin xodimlar tayyor emas. O'tishtaja, hayvonlar! Otlaring! Xuddi shu narsa, demak, uchinchisidan o'tdik. Bu SaaS dan keyin coding, keyingisi demak coding ichida SAP ham kirib ketdi. Va 2000-yillardan boshlab no-code qo'shildi. No-code nima desa, bu har xil komponentlarni birlashtirgan va undan siz deyarli xohlagan narsangizni ideya keladi, o'sha ideyangizni tez fursatda, tez vaqtda, arzon pulga va kamroq xodim evaziga amalga oshirasiz. Misol MVP lar. Misol uchun aytadigan bo'lsak, bizning o'zimizga 30 ming, 40 ming dollarlik bir case kelgan va shuni biz o'zimizga 3 ming dollar, 4 ming dollarga qilib berganmiz. Boshqa kompaniya uni taxminan 4 oy degan bo'lsa, biz 2 haftada qilib berganmiz. Va ishlashyapti. Misol uchun shunga o'xshash narsalar. Ya'ni no code, low code bo'yicha biz to'liqroq hali videoda gapiramiz.
ya'ni keyslarimizni ochib beramiz. Umumiy aytganda mana shular bizani yo'nalishlarimiz. Endi bularning qanaqa qiymati bor? Boshi yuqorida aytib o'tdim. Biza sizni sotuvingizni oshirishga, kengaytirishga, eksportga olib chiqishga biz qanaqa yordam beramiz? Biz raqamlashtirish orqali yordam beramiz. Ya'ni agarda siz raqamlashtirmasangiz, bu juda qiyin. Siz tasavvur qilasiz, kuniga 100 ta zaявка tushyapti. Ertaga siz eksport qilsangiz 200 ta tushish boshlashi mumkin. Endi buni hammasini bitta odam qog'ozga yoki Excelga kiritib o'tiradigan bo'lsa, birinchidan o'g'rilik bo'lib ketadi, noto'g'rilik bo'lib ketadi, bankrot bo'lasiz, hisob-kitobingizni ketini topolmay qolasiz. Mashinaga o'xshagan muammolar juda ham ko'p. Tushunasiz? Ya'ni siz bitta avtomatizatsiya deganda hamma narsani o'ylashingizga to'g'ri keladi. Albatta ketma-ketlikda. Hozirgi paytda O'zbekistonning eng katta muammo CRM bu avtomatizatsiya deb tushunib qolishgan. To'g'ri, CRM bu avtomatizatsiya, lekin bu sotuv bo'limini, marketing bo'limini avtomatizatsiya qiladi. To'g'ri, hozir Bittrex24 ERP ga qarab ketyapti, lekin baribir u ERP emas. Baribir, misol uchun Moiscloud bilan unda solishtirib ko'rsangiz yoki da noldan yasalgan unda dasturlar bilan solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, to'g'ri kelmaydi. Bo'lmaydi u narsalar. Umumiy aytganda barcha narsani ketma-ketlikda qilgan yaxshi, faqatgina to'g'ri tushunilgan holatda. Misol uchun siz oldingizga kimdir kelib, siz o'zingizni ma'lumotingizni berdingiz, menga CRM kerak deyapsiz. Sizga bo'ldi, faqatgina CRM kerak deyaptimi? Katta ehtimol bilan boshqa narsalarni o'ylamayotgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun siz research qilishingiz kerak. Ya'ni bizani beradigan ustunlik tomonimiz nima desa, Data 365 nima bera oladi bu bo'yicha desa, biz biznes tushunamiz. Biz biznes qilib ko'rganmiz, biznes yurg'izib ko'rganmiz, startap qilganmiz, startapni uxlatganmiz, misol $100,000, misol uchun makro kazinka va hokazolarda. Demak, bizda qanaqadir ma'no tajriba bor. Biz gapirayotgan gapimizni qanaqa case bilan olib kelib bera olamiz. Va mana shu 100 ga yaqin mijozlarimizdagi caselar bizga juda ham katta ilm bo'lgan. Umumiy aytganda bizning ustunlik tomonimiz shu, biz sizga 4 ta 5 ta yechimlarni bundoq qilib pakovka qilamiz. Mana buni qilsangiz aka, mana buncha foyda ko'rasiz. Mana buni qilsangiz mana bunaqa bo'ladi. Mana ketma-ketlikda qilsak, mana bu foydada chiqasiz. Agarda hozir mana bu dasturni qilsangiz, ertaga filial ochayotgan paytingizda mana bu joyida mana buncha pul to'lashingiz kerak. Undan ko'ra keling, no code qiling yoki low code qiling. Yo'q aka, low code ham bo'lmasa ekan, kodingda qiling deb turib, biz sizga yechim beramiz. Bizning asosiy vazifamiz siz xohlagan narsani emas, sizga kerakli narsani beramiz. Chunki siz o'zingizning sohangizda mutaxassissiz. Biz o'zimizning sohamizda mutaxassismiz. Agarda siz bizning mutaxassislikka aralashaman desangiz, ancha vaqt ketadi. Ancha vaqt o'rganishingiz kerak. Biz shu yo'lda bundoq ketyapmiz. Sizga o'sha yo'ldagi chuqurliklarni, baland pastliklarni kerak bo'lsa qo'shtirnoq ichida kameralar qayerda bor, qayerda tezlikni oshirsangiz bo'ladi. Mana shu narsalarni biz roadmapini beramiz sizga. Umumiy aytganda suhbatimiz mana shundan iborat. Agarda sizga avtomatizatsiya qiziq bo'lsa, korxonangizni kengaytirmoqchi bo'lsangiz, sotuvlarni oshirib, eksportga chiqmoqchi bo'lsangiz, raqamlashtirmoqchi bo'lsangiz, keling, bitta audit qilaylik. Agarda viloyatda bo'lsangiz, zoom qilamiz. Zoomdan keyin biz sizga mind map deydi, ketma-ketlikda roadmaplarni tuzib beramiz. Ya'ni sizning biznesingizga qanaqa taxminan yechim bera olamiz. Agarda biznesingizga yechim bera olmaydigan bo'lsa, biz aytamiz. Biz mana shu narsalarni qila olmaymiz yoki mana shu narsani qila olamiz deb aytamiz. Biz auditni nimaga o'tkazyapmiz? Tepada, yuqorida tushuntirib o'tdim. Sizni og'riqingizni aniq tushunish va to'g'ri yechim berish. Doktor yoniga kelganingizda ham siz biron joyim og'riyapti demasangiz, u sizga biron bir narsa yozib bera olmaydi yoki qanaqadir davolash uslubini qo'llay olmaydi. Biz shuning uchun shu narsadan ko'rishimiz kerak. Hammaga rahmat. Bizani kuzatib boringlar. YouTube'da, Instagramda aktiv ravishda videolarni, foydali ma'lumotlarni chiqarib boramiz. Kuningizlar xayrli o'tsin.